Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana yana bir go'zal xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Ko'rishingiz mumkin, bu xizmatimizda oqma imkoniyatlarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Azizlar, bu xizmatimizning ko'cha shapkalari ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Chokchi standlarimizda ham qo'yib berilgan. Azizlar, biz xizmatlarimizni 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha qilmoqdamiz. Azizlar, yana narxlari o'zgaradi, joyning holatiga qarab, tunkaning yuqaqanligiga qarab. Mana azizlar, xizmatimizning dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorixonalar ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. O'rtalariga bir dona burvelik kosmoslarimizdan ham qo'yib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi, ustun qatilishi, qayrishlari hamma shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, biz xizmatlarimizni oldin faqatgina moddiy bo'ylab amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham xizmatlarimizni amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, bu esa ichki shapkalar juda ham go'zal holatda qilib, ichki shapkalarning ham chaqish standlarimizdan ham qo'yib berilgan. Azizlar, ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying. Bu videoni uyga telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan, ammo usta topa olmayotgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.